Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ve la aqibatu lil muttaqin. Esselatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Amma ba'd. Assalomu alaykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Haybarni Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Alloh fath qilib berishligini avvaldan e'lon qildi. Alloh menga Haybarni fath qilib berishligini va'da qildi. Avvalgi hech qaysi g'azotning natijasi avvaldan aytilgan emas edi. Haybar g'azotini Payg'ambarimiz aniq fath qilamiz deb aytdi. Haybarda yahudlar yashaydi va unda juda ko'p xayriyatlar bor. Juda katta o'ljalar tushadi. Natijani avvaldan eshitib, katta o'ljalarda olishlik umidida arablar, munofiqlar Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oldiga kelib, biz ham chiqaylik deyishdi. Rasululloh e'lon qildi. Haybarga men bilan faqatgina Hudaybiyada qatnashgan kishilar boradi. Ularning adadi 1400 edi. Boshqalarni xohlamayman dedi. Yuqorida aytib o'tganimizdek, avvaldan fath bo'lishligi aniq, juda katta o'ljalar tushishligi aniq. Endi arablar va munofiqlar ham kelib payg'ambarimizdan: "Ya Rasululloh, bizga ham izn bering. Biz ham bu xayriyatdan mahrum bo'lmaylik. Biz ham savob umididamiz" deyishdi. Payg'ambarimiz aytdilar: "Men bilan faqatgina Hudaybiyaga chiqqanlar Haybarga boradi." Ular kelib ilhaq qilib turishdi: "Ya Rasululloh, tijoratimiz bilan ovora bo'lib qolibmiz. Mol dunyolarimiz mashg'ul qilib qo'yibdi. Biz ham shahid bo'lishni xohlaymiz. Bizni bu xayriyatdan mahrum qilmang" deb qattiq turib olishganida payg'ambarimiz aytdilar: "Mayli. Hudaybiyada bo'lmagan kishilar mayli chiqsin, faqat ular o'lja olmaydi. Modomiki savob, shahidlik umididami, mayli qatnashsin, faqat o'ljalardan nasiba ularga berilmaydi." Buni eshitganidan keyin bu arablar, bu munofiqlardan birortasi chiqqani yo'q. Ya'ni ularning niyati to'g'ri emasligi mana shu qilayotgan ishlaridan ma'lum bo'lib turibdi. Alloh taolo ularning qalblaridagi narsani Qur'on oyatlari bilan kashf qildi. Astagfirullah. Sayaqulul muhallafuna idan talaqtum ila maghanim lita'khudhuha dharuna nattabi'ukum yuriduna an yubaddilu kalam Allah qul lan tattabi'una kadhalikum qala Allah min qabl fasayaquluna bal tahsudunana bal kanu la yafqahuna illa qalila. Mana quyida Fath surasidan bir qancha oyatlarni o'qiymiz. Fath surasi Hudaybiya sulh haqida so'z yuritadi. Undan keyingi bo'ladigan ishlar haqida so'z yuritadi. Alloh taolo aytadi: "Hali sizlar Haybar jangida qo'lga kiritgan o'ljalarni olish uchun ketayotgan vaqtingizda chiqmasdan qolgan kimsalar bizlar ham o'sha o'ljalardan olish uchun sizlarga ergashishimizga yo'l qo'yinglar" dedilar. Ular Allohning kalomini o'zgartirmoqchi bo'ladilar. Ayting: "Hargiz bizlarga ergashmaysizlar. Alloh ilgari mana shunday degan edi." Endi ular: "Yo'q, sizlar bizlarga hasad, baxillik qilmoqdasizlar" dedilar. Yo'q, ular kamdan-kam narsalarnigina anglarlar. Arabiylardan bo'lgan, ya'ni chiqmasdan qolgan munofiq kimsalarga ayting: "Ey Muhammad alayhisalom, yaqinda sizlar kuch-quvvat egalari bo'lgan bir qavm bilan jang qilishlikka da'vat etilarsizlar. Yaqinda jang bo'ladi, shunda chaqirilasizlar. O'shanda ular bilan urushursizlar yoki ular jangi jadalsiz islomga kirurlar. Ya'ni ana shu paytda chaqirilganda itoat qilsanglar, Alloh taolo ajrlarini to'liq qiladi. Agar osiylik qilsanglar, Allohning jazosi qattiq bo'ladi." Mana endi mu'minlarga, Hudaybiyada qatnashganlarga Haybarda aniq g'alaba bo'lishligini Alloh taolo bashoratini berdi. Nimaga unday bashorat berdi? Chunki musulmonlar Rasulullohning ustida qiyin holat turganda yonida turib berishlikka rosakan va'da bergan edi. Alloh shuning uchun ularga mukofot berdi. Ey Muhammad, dar haqiqat Alloh mu'minlardan ular daraxt ostida sizga bay'at qilayotgan vaqtlarida rozi bo'ldi. Hudaybiyada payg'ambarimizning qo'liga qo'lini qo'yib, payg'ambarimizga so'zsiz itoat qilamiz, jang bo'lsa sizni tashlab ketmaymiz deb va'da berganligi uchun Alloh ulardan rozi bo'ldi. Bas u zot ularning dillaridagi narsa, sadoqat va vafoni bilib, ularga sakinat, orom tushirdi. Va ularni Haybar jangida erishiladigan yaqin g'alaba
va faqat o'zlarigina oladigan ko'pdan ko'p o'ljalar bilan mukofotladi. Alloh qudrat va hikmat sohibi bo'lgan zotdir. Ularning qalbidagi niyati payg'ambarimizni tashlab ketishlik emas edi. Agar Quraysh bilan jang bo'ladigan bo'lsa, Rasulullohning oldida turib beramiz deb turib, payg'ambarimizga so'z bergan edi va mana shu narsa haqiqiy va'da edi. Ularning qalbida shu ahdiga vafo qilishlik niyati bor edi. Shunga mukofot qilib Alloh taolo tezda keladigan o'lja Haybarni va'da qildi. Va huvallazi kaffa aydiyakum ankum va aydiyakum anhum. U Alloh Makkaning ichida Hudaybiyada ularning Makka mushriklarining ustiga g'olib qilgandan keyin ularning qo'llarini sizlardan, sizlarning qo'llaringizni ulardan to'sgan zotdir. Ya'ni sulh bo'lib Quraysh musulmonlarga tajovuz qilmay qo'ydi. Musulmonlar Qurayshga tajovuz qilmay qo'ydi. Musulmonlar nimaga Makkada jang qilishlik imkoni bo'lib turib sulh bilan qaytishdi? Musulmonlar urushlikka qodir edi. Musulmonlar agar Makkaga Alloh taolo izn berib jang bilan kirib borishganida Makkada hali hijrat qilmagan musulmon va musulmonlar bor edi. Agar musulmonlar qurol bilan kiradigan bo'lsa, ularni tanimasdan qatl qilgan bo'lar edi va o'zlariga qattiq bir musibat, gunoh bo'lar edi. Endi musulmonlar sulh bilan qaytishligi ularni mana shunday bir musibatdan saqladi. Musulmonlar ortiga qaytib ketar ekan, ana o'tgan darsimizda aytdik, Umar ibn Hattob: "Ya Rasululloh, axir siz tushingizda umra qilib, sochlarimizni oldirib, qisqartirib, qurbonlik qilamiz deb aytmaganmidingiz? Tushingizda ko'rganingizni aytmaganmidingiz?" dedi. Rasul aytdilar: "Ha. Ey Umar, shu yil bo'ladi deganmidim bu ishni?" dedi. Alloh taolo mana shu Umar ibn Hattobni aytgan so'ziga shunday oyatlar nozil qildi. Laqad sadaqallohu rasulahu ru'ya bil haqq. La tadkhulunna al-masjidal harama insha'allohu aminin, muhalliqina ru'usakum va muqassirin la takhafun. Qasamki Alloh o'z payg'ambariga u kishi ko'rgan tushni haqqi rost qildi. Kirasizlar. Payg'ambarning tushi haq. Albatta sizlar ey mu'minlar inshaalloh Masjidil Haromga tinch, omon, sochlaringizni qirdirgan yoki qisqartirgan holingizda xavf va xatarsiz kelasizlar. Hudaybiyaga kelishganida musulmonlarda xavotir bor edi. Tinchlik bo'ladimi, jang bo'ladimi, shuning uchun qurollarni o'zlaridan olib kelgan edi. Sizlar Hudaybiyaga kelganda xavotir bilan kelgan edinglar. Inshaalloh keyingi yil umra qilishdi musulmonlar. Endi tinchlik bor, sulh bor, tinchlik, xotirjamlik holatida ular umra qilishgandi. U Alloh o'z payg'ambarini hidoyat va haq islom bilan u dinni barcha dinlarga g'olib ustun qilish uchun yuborgan zotdir. Allohning o'zi ushbu va'dasini ro'yobga chiqishiga yetarli guvohdir. Albatta islom g'olib bo'ladi. Kofirlar, islom dushmanlari har qancha xohlasin, xohlashmasin, bu din albatta g'olib bo'ladi. Hudaybiya sulh tuzildi. Musulmonlar ortiga qaytishdi. Alloh taolo Fath surasida qarang. Bu surada Hudaybiya sulh haqida, Haybar fath haqida, Qazo umrasi haqida, Makka fath haqida, Hunayn va Toif haqida Alloh taolo xabarlarni berdi. Kelajakda nima ishlar bo'lishligini Alloh taolo avvaldan bayon qilib qo'ydi. Bu Qur'on o'tmish haqida nimani gapirgan bo'lsa, ayni haq edi. Va kelajak haqida nimani gapirgan bo'lsa, bu hammasi haq bo'lib chiqdi. Bu Qur'onning mo'jizaligi. Xandaq g'azotida qatnashgan qabilalarni payg'ambarimiz ta'zirini beradi. Mana bilamiz 5-yilda Xandaq g'azoti bo'lib o'tdi. Mushriklar hech narsaga qodir bo'lmasdan orqaga qaytib ketdi. Endi payg'ambarimiz ularni mana shu Xandaqda qatnashgan mushriklarni bittama-bitta ta'zirini beradi. Xandaq g'azotiga, ya'ni Xandaq g'azotini boshlanishiga kim sabab bo'lgan edi? Yahudiylar. Haybarga borgan Banu Nazir yahudiylari. Haybar musulmonlarga nisbatan fitnaning o'chog'i edi. Mana shu joydan Xandaq g'azotining birinchi qadami qo'yilgan edi. Shuning uchun payg'ambarimiz Hudaybiyadan qaytishi bilan birinchi qilgan ishi Haybardagi yahudlarni ta'zirini berishlik edi. Bu vaqtda Haybar podshohi Kanona ibn Abi Huqayb edi.
Haybar Madinaning shimol tarafida 70 mil uzoqlikda joylashgan bir joy edi. Yahudiylar shu yerda yashardi. Haybarda yahudlardan boshqa hech kim yo'q edi. Banu Nazir yahudiylari Madinadan haydalganidan keyin ular Haybarga borishdi va Sallam ibn Mushkil va uning boshqa bir sheriklari nasl-nasabi baland bo'lganligidan Haybarning podshohlari qatorida bo'lishdi. Payg'ambarimizning buyrug'iga muvofiq Haybarga faqatgina Hudaybiyada qatnashgan kishilar chiqdi. Hammasi faqat 5 kishi og'ir kasalligi tufayli chiqish olmadi. Laysa alal a'ma harajun va la alal a'raj haraj va la alal marid haraj. Alloh taolo aytadi, ko'zi ojiz kishiga haraj tanglik yo'qdir. Cho'loqqa haraj yo'qdir. Xastaga haraj yo'qdir. Ya'ni Rasululloh bilan chiqmaganiga ular gunohkor bo'lmaydi. Yuqorida aytib o'tganimizdek, Haybardan hech qanday o'lja olmasligini eshitganidan keyin arablar chiqishmadi. Mana endi Haybar g'azotini o'ziga o'tamiz. 6-yilning Muharram oyida Rasululloh qo'shini bilan Haybarga qarab Madinadan jildi. Muharram oyi jang qilishlik harom bo'lgan oy. Bu oyda jang bo'lmadi, keyingi oy, Safar oyida jang bo'ldi. Lekin chiqishligi Muharram oyida bo'ldi. Madinada yahudlar yashar edi. Banu Qaynuqo yahudlari bilan musulmonlarning o'rtasida mushkila bo'lganidan keyin Rasululloh Banu Qaynuqo yahudiylarini munofiqlarning kattasi bo'lgan Abdulloh ibn Ubay ibn Salul meni mavlolarimga yaxshilik qiling deb Rasulullohga turib olganida ular senga deb bergan. Ular Madinada qolgan edi. Bir qismi chiqib ketdi, yana bir qismi qolgan edi. Demak, Madinada yahudiylar bor edi hali. Banu Nazir haydaldi, Banu Qurayza so'yildi. Endi Banu Qaynuqo esa so'yilmadi ham, haydalmadi ham. Bir qismi chiqib ketdi, bir qismi qoldi. Va mana shu uchala qabiladan tashqari yahudiylarning bir urug'lari ham bor edi. Musulmonlar Haybarga ketayotganligini eshitgan bu Madinadagi yahudiylar musulmonlarni qoldirishlik uchun har xil gaplar qilishni boshlashdi. Vallohi musulmonlar agar Haybarga borsa qatl bo'lishadi. U yerda 10 ming qo'shin bor. Shunday bir musulmonlarning ma'naviyatini tushirishlik uchun, qo'rqitishlik uchun shunday bir gaplarni tarqatishdi. Hamda yahudiylar ahli davlat edi. Puldor. Qaysi musulmonni yahudiylarda qarzi bo'lsa, shu musulmonni Haybarga bormaslik uchun uni qarzini pesh qilib to'xtatib turishdi. Abu Shahm ismli bir yahudiyni Abdulloh ismli bir musulmonda 5 dirham haqqi bo'ladi. Haligi Abdullohga qarzini to'lab qo'yish, hech chiqmaysan sen dedi. Abdulloh aytdi, sabr qilib tur. Haybarga boraylik, o'ljalar tushadi, keyin qarzini uzaman. Abu Shahm Haybarni fath qilaman deyapsan. Vallohi fath qila olmaysizlar. 10 ming qo'shin bor. Hammanglar so'yilib ketasizlar. Meni qarzimni to'laydigan odam qolmaydi. Qarzingni to'lab qo'y, keyin chiqasan. Bo'lmasam chiqmaysan. Abdulloh har qancha harakat qildi, topa olmadi. Yordam so'radi, hech kim yordam bera olmadi. Rasululloh kelib shikoyat qildi. Ya'ni katta o'lja tushadigan jangdan 5 dirhamda chiqa olmayapti. Qarang, 5 dirham puli yo'q. Musulmonlar mana shu Haybar fath bo'lguncha muhotda bir faqir bo'lgan. Oysha onamiz aytganlaridek, Haybar fath bo'lguncha qornimiz to'yib non yemaganmiz deydi. Ya'ni 6 yilda shunday bir katta janglar bo'ldi, katta bir mushkulalar bo'ldi. Musulmonlarning qorni och. Demak, boylikka taqa bo'lmas ekan. Biz hamma narsa shu pul bo'lsa ham yo'q, tekis oladi deymiz, yo'q, unaqa emas ekan. Iymon ekan hamma narsaning asosi. Rasulullohga kelib shikoyat qilganida payg'ambarimiz aytdilar, qarzingizni uzib qo'ying dedi. Ya'ni Abdulloh roziyallohu anhu kiyimlarini sotib 5 dirhamda uzdi. Keyin ketdi. Jang tugaganda juda katta o'lja tushdi musulmonlarga. Shu Abdullohning o'lishiga hozir haqdor bo'lib turgan Abu Shahmning qarindoshlaridan bitta ayol cho'ri bo'lib o'ljasiga tushdi, nasibasiga. Hali ayol yetilab kelib turib Madinaga. Abu Shahmga ko'rsatib, "Bu meni cho'rim bo'ldi" dedi. "Sotib olasanmi endi?" dedi. Rozi bo'ldi, katta mablag' egalasiga sotdi. Yahudiylar mana shunday qilib musulmonlarni Haybardan qaytarishga harakatlarni qilishdi. Musulmonlar Haybarga tayyorgarlik ko'rayotganini eshitgan Madinadagi yahudiylar Haybarga odam jo'natishdi. Banu Ashja qabilasidan bir arabiyni chaqirishib, Madinada bo'layotgan ishni xabarni yetkazdi.
Undan tashqari Abdulloh ibn Ubay ibn Salul ham Haybarga odam jo'natdi. Musulmonlar Yahudiylar jo'natgan odamni tutib olishdi. Lekin Abdulloh ibn Ubay jo'natganda tutisha olmadi. Yahudiylarga Madina tayyorgarlik ko'rayotgani haqida xabar keldi. Payg'ambarimiz parvo qilmadi bunga. Chunki bu jangni natijasi Alloh tomonidan va'da qilindi, avvaldan ma'lum. Odatda payg'ambarimiz biror bir qabilaga yurish qilsa, shu ko'zlagan tomoniga qarab yurmas edi. Aksincha boshqa tomonga yurar edi. Odamlarni chalg'itishlik uchun. Ma'lum bir masofa yurgandan keyin burilar edi xohlagan tomoniga. Bu safar unaqa qilmadi. To'g'ri Haybar tomonga qarab chiqdi. Chunki aytyapmiz, natija avvalidan ma'lum. Yahudiylar xabar topganlaridan keyin tayyorgarlikni boshlashdi. Yetarli vaqt bo'ldi ular oldida. Chunki erta keldi xabar. Qo'rg'onlarni mustahkamlashdi, oziq-ovqat, suv, qurollarni tayyorlashdi, ayol bolalarni eng bir mustahkam qal'alarga, jangchilar esa birinchi hujumni qabul qilib oladigan, ya'ni birinchi zarba beriladigan qal'alarga joylashtirishdi. Musulmonlar esa tamomiy xotirjam suratda chiqib borishdi, 1400 ta odam. Haybar yahudiylari jangga tayyor bo'lganidan keyin yig'ilishdi. Nima qilamiz? O'rtaga har xil takliflar tashlandi. Bir aytdi, qal'ada turib jang qilamiz. Bir aytdi, tashqariga chiqamiz. Sallam ibn Mushkim aytdi, menda fikr bor dedi. Qanday fikr? U aytdi, qaysi qavm o'z yerida urushsa, xor bo'lishi aniq. Ya'ni o'zi bizni yerimizga bostirib kelganligi biz xor bo'lganimiz. Kelinglar, biz hozir urushga tayyormiz. Chiqib Madinaga o'zimiz boraylik. Agar mag'lub bo'lsak, qo'rg'onlarimiz Haybar omonda turadi. Agar yengsak, o'ljalar bilan qaytib kelamiz. Desa yahudiylar uni taklifini qabul qilishmadi. Qo'rqishdan tashqariga chiqdi. Chunki eng yaxshi himoya bu hujum deb aytdi. Lekin ular Sallam ibn Mushkimning so'zini qabul qilishmadi. Musulmonlar 1400 kishi hammasi bu safar ulovlar ustida edi. Birinchi safar shunday bo'lyapti. Hech kim piyoda emas. Bularning ichidan 200 ta odam otliq edi. Bu ham birinchi marta bo'lyapti. Haybardagi yahudiylarning, ya'ni jangchilarning adadi, jang qilishga qodir kishilarning adadi 10 mingta. Lekin 10 mingta bo'lishiga qaramasdan baribir qo'rqishdi. Kofir bo'lgan boshqa arab qabilalarini o'zlariga yordam berishlik uchun da'vat qilib bir jamoani chiqarishdi. Haybardan Kanona ibn Abi Huqayq boshliq bir yahudlar jamoasi yordam so'rab Banu Murra qabilasiga borishdi. Banu Murra qabilasi ham Handaqda qatnashgan edi. Banu Murraning sayyidi Xoris ibn Avfni oldiga borib Kanona o'zini talabini aytdi. Ya'ni Muhammad biz ustimizga bostirib kelyapti, ularga qarshi jang qilgani bizga yordam ber. Xoris ibn Avf aqlli odam edi. U aytdiki, men Muhammadning ishi yuksalayotganini ko'rib turibman. Unga jang qilishni xohlamayman. Dedi-da, ularga yordam berishdan bosh tortdi. Banu Murradan noumid bo'lishdi. Endi Banu Murraga yaqin bo'lgan G'atafon qabilasiga bordi. G'atafonni sayyidi Uyayna ibn Hisn edi. G'atafon qabilasi ham Handaq g'azotida qatnashgan. Eslasanglar, 4000 odami bilan qatnashgan edi. Payg'ambarimiz uni agar qaytib kelsang, senga Madina xurmosini yarmini beraman deb savdolashgan edi. Eslasanglar. Ansorlar norozi bo'ldi, shu bilan bu ittifoq tutmagan edi. Uyayna ibn Hisn G'atafonning sayyidi edi. Bu kishi haqida payg'ambarimiz aytadi: "Hada al-ahmaq al-muta'." Ya'ni o'zining bir mustaqil fikri yo'q, lekin qavmi itoat qiladigan bir tentak degan edi. Chunki o'zining bir mustaqil fikri yo'q edi. Qanday fikr qilmasin, albatta bir ahmoqona, tentakona fikr edi. Kanona Uyaynaning oldiga keldida, undan yordam so'radi. Uyayna rozi bo'ldi. Aytdiki, sizlarga yordam beramiz dedi. Hozir sizlar bilan 1000 ta odamni qo'shib jo'natib boraman, orqanglardan yana 4000 odam bilan boraman dedi. Haqiqatan Kanona bilan yahudiylar bilan G'atafondan 1000 ta odam qo'shilib ketdi. Haybarning adadi askarlarini 11 mingga yetdi. 10 ming o'ziniki, 1000 ta bordi, 11 mingga yetdi. Yana 4000 odamni olib boraman deb va'da qildi. Yahudiylar xursand bo'lishdi.
Bu xabar Banu Murraning sayyidi hozir Yahudiylarga yo'q degan Xoris ibn Avfga yetib keldi. Xoris Uyaynaning do'sti edi. Uyaynani oldiga kelib aytdiki, "Ey Uyayna, Yahudlar bilan birga jang qilma" dedi. Uyayna nima uchun? "Ey Uyayna, Muhammadning ishi ko'zi ko'rinib qoldi" dedi. Uyayna aytdi, "Biz bilan Yahudiylarga Muhammadning quvvati yetmaydi" dedi. Xoris aytdi, "Ey Uyayna, hali islom yoyilmasdan avval Sallam ibn Mushkimni bir so'zini eshitganman. Hali islom ko'zga ko'rinmay turib, Sallam ibn Mushkim bitta gapini eshitganman. U aytganki, Yahudlarning ustida ikkita so'yilish bor. Bittasi Madinada bo'ladi, bittasi Haybarda bo'ladi degan. Madinadagi so'yilish bo'ldi, Banu Qurayza so'yildi. Endi Haybarda so'yilishi bor. Ularga yordam bermadi. Uyayna eshitib turib, "Sen bu so'zni Sallam ibn Mushkimning o'zida eshitganmisan?" "Ha, o'z quloqim bilan eshitganman" dedi. Uyayna tentek ahmoq. "Unda nimaga Sallam ibn Mushkim Yahudiylar bilan Haybarda turibdi bo'lmasam" dedi. O'zi. Ha, Yahudiyda o'zini millatdoshlarining yonida turibdi-da, hamiyat dedi. "Men ham o'shalar bilan bilaman bo'lmasa." Ya'ni mana shu gapirgan gapidan ham payg'ambarimiz aytgandek tentek ahmoq ekanligi ma'lum bo'lib turibdi. Lekin qavmining sayyidi edi, hech kim gapini ikki qilmas edi. Bir og'iz gapi uchun 10 mingta qurol, 10 mingta qilich tayyor edi xizmatiga. Shunday qilib Uyayna 1000 ta odamni Haybarga jo'natdi, o'zi 4000 kishisi bilan tayyorgarlik ko'rishni boshladi. Haybar Madinani shimol tarafida joylashgan. Rasululloh to'g'ri chiqib olsa, Haybarning janub tomonidan keladi. Haybarliklarga janub tomonidan keladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Haybarning shimol tomonidan kelishini xohladi, orqa tomonidan. Kim bizni Haybarning shimol tomoniga olib boradi? Sahobalar yo'l ko'rsatishdi. Yahudiylar kutayotgan janub tomondan emas, musulmonlar shimol tomondan keldi. Nima uchun? Jangning natijasi avvaldan ma'lum. Musulmonlar yengadi. Endi agar Yahudlar yengilsa, qayoqqa qarab qochadi? Shimol tarafga, Shom tomonga qarab qochadi. Ularning oldini, yo'lini to'sishlik uchun payg'ambarimiz shimol tomondan aylanib hujum qilishlikda reja qildi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu jangni, ya'ni g'alaba bilan tugashligi aniq bo'lgan jangni imkoni boricha talofatsiz o'tkazishlikni xohladi va ajib bir buyruqni berdi. Qo'shinni avvaliga bir safni tekis qilib tizdida, hech kim mana shu safdan bir qarich ham oldiga o'tmasin dedi. Itoat, bo'yinsunishlik. Saf bir qator oldida, qo'shin orqasida ketyapti, hech kim oldiga o'tmaydi. Shunda bir kishi oldiga o'tib ketganida ko'rinib qoldi. Payg'ambarimiz olib keldilar uni. Olib kelishdi. Bu Abu Abs roziyallohu anhu. Men oldiga hech kim o'tmasin deb aytmaganmidim dedi Rasululloh. Abu Abs roziyallohu anhu aytdiki, "Ya Rasululloh, men tuyam shijoatidan, g'ayratidan o'tib ketyapti, ushlab qolmayapman" dedi. Payg'ambarimiz malomat qildi va bog'lab qo'yishni buyurdi. Chunki boshqalarga dars bo'lsin. Keyin bu sahobani payg'ambarimiz yetishlikka ruxsat berdi. Chunki tartib bo'lsa, qo'shinga hujum qilishlik tashqaridan oson bo'lmaydi. Bitta ikkita odam oldiga o'tib ketsa, har tomondan zarba berishlik oson bo'ladi. Musulmonlar Haybarga qarab ketib borar ekan, to'satdan orqadan qo'shin kelib qoldi. 4000 kishilik G'atafon qo'shini. Uyayna ibn Hisn Yahudiylarga va'da qilgandek 4000 odamni musulmonlar orqasidan boshlab keldi. Musulmonlarga hujum qilmadi, faqat musulmonlar orqasidan erchib ketaverdi. Musulmonlarning holati qiyin bo'lib qoldi. O'zlari 1400 ta. Oldida 11000 kishilik qo'shini bor Yahudiylar turibdi, orqadan 4000 kishilik G'atafon qabilasi kelyapti. 15000 qo'shinning o'rtasida 1400 ta qo'shin turibdi. Payg'ambarimiz Uyaynaga odam yubordi. Nimaga chiqding? Uyayna aytdi, Yahudlar meni xulofolarim dedi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Uyaynaga odam yuborib aytdi, "Ey Uyayna, ortingga qayt. Alloh menga Haybarni fath qilib berishlikni va'da qildi. Allohga qasam, Haybar fath bo'ladi" dedi. "Ortingga qayt" dedi. Foydasi yo'q qo'shilishingni dedi. Uyayna aytdi, "Sen Haybarni fath qilasanmi?" dedi. "Vallohi sen qo'shining bilan Haybarda mag'lub bo'lib o'zing asir tushasan." Rasululloh sollallohu alayhi vasallam uni bir necha marta ortiga qaytishga chaqirdi, lekin foydasi bo'lmadi.
Hozir aytayotganimizdek holat qiyin musulmonlar. O'zlari 1400 ta. Orqada 4000, oldida 11000 askar bor. Orqadagi G'atafonni qaytarishlik uchun payg'ambarimiz Uyaynaga aytdiki, odam yuborib, agar sen ortingga qaytib ketsang, yana savdolashilmayapti. Haybarning 1 yillik hosilini yarmini senga beraman. Uyayna aytdi, Haybarni mevalari seni qo'lingdamiki, sen menga uni va'da qilasan dedi. Qaytishlikka rozi bo'lmadi. Haybarga yaqin masofa qolgan paytda Uyayna o'zini qo'shinidan o'zib o'tib ketdi-da, ularni qoldirib 4000 kishini ertaroq borib yahudiylarning qal'alariga kirib oldi. Uni yana bir marta orqaga qaytarishlik uchun payg'ambarimiz Sa'd ibn Uboda roziyallohu anhuni bizdan o'zibroq Haybarga yetib boring, unga yana bir taklif qiling dedi. Sa'd ibn Uboda musulmonlardan o'zib Haybarga yetib bordi. Uyayna chiqdi. Sa'd ibn Uboda aytdi: "Ey Uyayna, G'atafonni olib ortingga qayt. O'zinglarni mushkulaga kirgizma. Haybarni fath bo'lishi aniq. Allohning va'dasi bor. Agar qaytsang 1 yillik Haybarni hosilini senga beramiz." Uyayna rozi bo'lmadi. Shuncha taklif qilinsa ham rozi bo'lmadi. "Ey Uyayna," dedi Sa'd. "Hozir berilayotganda ol," dedi. "Hali vaqt o'tgandan keyin kelib so'raysan baribir. Unda qo'limizda senga qilishdan boshqa narsa bo'lmaydi," dedi. Uyayna aytdi: "Biz bilan yahudiylarga kuchinglar yetmaydi," dedi. "Oramizda faqat qilich bor," dedi. Sa'd ibn Uboda shunday bo'lsin dedi-da, orqasiga qaytib keldi. Ko'nmaganligini payg'ambarimizga aytganida payg'ambarimiz aytdi: "Hasbunalloh va ni'mal vakil." Allohga tavakkal qilinglar. Chunki va'da aniq. Bular 15000 emas, 35000 bo'lganda ham baribir Allohning va'dasi haq. Allohga tavakkal qilishdi. Adadi 10 barobar oz bo'lishiga qaramasdan Allohga tavakkal qilib chiqishdi. Shunda ketishayotganida, ya'ni holat o'zgarmadi. Orqada 4000, oldida musulmonlar, ularda oldi yahudlar. To'satdan G'atafon qo'shini orqa tomonidan bir kishi keldida, "Adriku nisaakum, adriku avladakum" deb qichqirdi-da, orqasiga qaytib ketdi. "Ayollaringizni qutqaringlar, bolalaringizni qutqaringlar" dedi-da ketdi. Bu G'atafon tomonidan kelgan edi. G'atafonlik 4000 askar o'ylanib qoldi. Biz yerimizni tashlab chiqib ketganimizda boshqa bir qabila bir hujum qildi shekilli deb xavotirga tushib qolishdi. Uyaynani chaqirishlik uchun Haybarga elchilarni jo'natib, o'zlari orqasiga qaytishdi. Uyaynaga bu xabar yetib borganda, bizni qavmimizga tashqaridan hujum bo'pti degan xayolga bordida, o'zi jo'natgan avvalgi 1000 ta odamni oldida u ham Haybarni tashlab qaytib ketdi uyga. Shunday qilib G'atafonlardan birorta odam qolmadi. Uyga qaytib borishida ham yo'q tinchlik. Nima bo'ldi? Hech gap bo'lgani yo'q. Hech kim hujum qilmadimi? Yo'q. Hech kimni jo'natmadinglarmi? Yo'q. Orqamizdan bir odam kelib falon dedi-yu, xabarimiz yo'q dedi. Tinchligini bilgandan keyin Uyayna qaytamiz yahudlarga yordam bergan edi. Endi bular qaytib kelgunga qadar vaqt o'tib bo'lgan edi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam va musulmonlar Haybarni yarmini fath qilib bo'lishgan. Shuning uchun payg'ambarimiz aytadilar: "Nusirtu bir-rub masirata shahr." Ya'ni bir oylik borish kelish masofasiga Alloh taolo bitta qichqirishligi bilan payg'ambarimizga yordam berib qo'ydi. Mana shunday qilib G'atafonliklar yahudiylarga yordam berishlikdan Alloh taoloning bir irodasi bilan to'silib qolishdi. Bu chaqirgan kim edi? Tarix bu haqida hech narsa demaydi. Farishtami, boshqami Alloh biladi. Lekin Alloh taoloning irodasi bo'ldi, G'atafonliklar ortiga qaytib ketdi. Inshaalloh sirat haqidagi darsimizni keyingi jumalarda o'tkazgan bo'lamiz. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.